Bizning navbatdagi xonamizni kafili mana shu xona bo'ladi. Kafil terish jarayoni boshlanadi ertadan. Bugun izolyatsiyalarini polni tayyorlab, surib tayyor qilib qo'yamiz. Xudo xolisa, bu jakuzi tushadi bu yerga. Mana installyatsiyamiz, nishalarimiz bor to'g'rida, otsvetkali bo'ladi. Bu xonamizni bitirish uchun necha kun vaqt ketadi? Bu xonamizni bitirish uchun 5 kun, 6 kun, 7 kungacha vaqt ketadi, bir haftagacha. Xo'p, bu xona bitish uchun $1000 xizmat haqqi bo'ladi, usta haqqi. 3 kunda ham bitirib beradi, lekin faqat $2000 bo'ladi. 3 kunda ham bitirib bera olamiz. Faqat to'g'ridagi baqvat estetik ozgina kuchanish bo'ladi, lekin jamlaga kuchamaymiz biz. Nasibaga yarasha kam-kam xo'ram, hamisha xo'ram qilamiz. Klientdan zaklad olamiz. Mana $1000lik xonamiz, $700. 1 2 3 4 5 6 mana shu $700 ga mana shu xonamizni bitiramiz. $300 ni bitgandan keyin olamiz, xudo xolisa.